Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar hamda talabalar. Siz bilan men Qayim va Go'zal Narzullayevna umumiy psixologiya fanidan farovonlik va yuksalish psixologiyasi mavzusida suhbatlashamiz. Mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritishga harakat qilamiz. Birinchi rejamiz farovonlik psixologiyasining mazmuni, ikkinchi rejamiz yuksalish psixologiyasi va shaxsning rivojlanish omillari, uchinchi rejamiz farovonlik va yuksalishni shakllantirish yo'llari. Farovonlik tushunchasi. Farovonlik insonning o'z hayotida qoniqish darajasi, ruhiy barqarorligi, jismoniy sog'lig'i, ijtimoiy aloqalari va iqtisodiy mustaqilligi uyg'un bo'lgan holatdir. Bu faqat boylik yoki moddiy ne'matlar bilan belgilanmaydi. Insonning emotsional, ruhiy, ma'naviy va ijtimoiy holati farovonlikning asosiy qismi hisoblanadi. Farovonlik va yuksalish psixologiyasi. Insonning o'z hayotidan qoniqishi, xotirjamlik, ruhiy barqarorlik, ichki baxt va tinchlik yaratishga qaratilgan psixologiya bo'limi hisoblanadi. Asosiy yo'nalishlari shu ichki resurslarni rivojlantirish, sabr, motivatsiya, o'zini anglash, iroda, ijobiy fikrlash, fikrlarni farovonligining asosiy manbai hisoblanadi. Farovonlik insonning ruhiy tinchligi, jismoniy sog'lomligi, ijtimoiy munosabatlardagi barqarorlik, hayotdan qoniqish holatidir. Bu odamning ichki uyg'unlikda yashashi demakdir. Farovonlik psixologiyasining asosiy yo'nalishlari ijobiy fikrlash, stressni boshqarish, emotsional barqarorlik, o'zini anglash, munosabatlar sifati, maqsad va hayot mazmuni, sog'lom turmush tarzini yaratishdir. Yuksalish psixologiyasi esa bu odamning o'zini rivojlantirishi, imkoniyatlardan kengaytirishi, xatolardan saboq olishi, qulay zonalardan chiqishi, o'sishga ishonchi, o'ziga bo'lgan ishonchi bilan bog'liq psixologik yo'nalish hisoblanadi. Har bir odam o'zini o'zgartira oladi degan fikr shu yerda asos bo'lib xizmat qiladi. Farovonlik psixologiyasining markazida ijobiy fikrlash tamoyili turadi. Insonning fikrlari uning hissiyotlariga, o'sha hissiyotlari esa qarorlariga ta'sir qiladi. Shu sababdan ijobiy fikrlash minnatdorlik tuyg'usi, muammolarni emas, yechimlarni ko'ra olish ko'nikmasi hayot sifatini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, stressni boshqarish, meditatsiya, nafas mashqlari, hushyorlik amaliyotlari inson ruhiyatini yengillashtiradi. Stress hayotdan butunlay yo'qolmaydi, ammo uni boshqarish o'rgangan odam hayotida ko'proq barqarorlik, xotirjamlik, kuch sezadi. Emotsional barqarorlik ham farovonlikning muhim tarkibi hisoblanadi. Bu insonning hissiyotlarini anglash, ularni bosmaslik, ammo boshqarishni o'rganish demakdir. Ko'plab odamlar hissiyotlarini tushunmasdan yashaydi. Shu sababli asabiylashish, tushkunlik, charchoqni boshqara olmaydi. Ammo emotsiyalarni aniqlash, anglash va ularni to'g'ri yo'naltira bilish insonni kuchli qiladi. Yuksalish psixologiyasi bu insonning o'ziga bo'lgan, o'sishiga bo'lgan ishonchi, o'z imkoniyatlarini kengaytirish, xatolaridan saboq olishi va hayotni yaxshilashga intilishi bilan bog'liq psixologik yo'nalishdir. Ushbu psixologiya turiga ko'ra har bir inson o'zini rivojlantira oladi. Cheklovlar faqat vaqtinchalik va o'rganish bilan yengiladi. Yuksalish psixologiyasi asosida quyidagi tamoyillar yotadi. Xatolar va qiyinchiliklar o'sish va rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Biz bilamizki, inson borki xato qiladi. Xatolarni qaysidir ma'noda qilingandan keyin tushkunlikka tushib qolmaslik kerak. Keyingi etapda bu xatolarni takrorlamay, oldinga maqsad qo'yib intilish zarur hisoblanadi.
o'zini rivojlantirish, har kuni yangi bilim va ko'nikmalarni egallash lozim bo'ladi. O'z ustida ishlash kerak bo'ladi. U qaysi soha egasi bo'lmasin, o'z ustida ishlasa ma'lum bosqichga ega bo'ladi. Masalan, o'sha yuksalish psixologiyasini o'zini rivojlantirishga sportsmenlarni misol qilsak bo'ladi, sportchilarimizni. Ular kunlik mashq jarayonlaridan keyingi holatda erishgan yutuqlari, musobaqalarda o'sha g'olib bo'lishi, ular o'sha o'zlarini rivojlantirish uchun har kuni o'z ustida ishlashadi. Qulay zonadan chiqish, odam o'sishi uchun ba'zan noqulay vaziyatlarni boshdan kechirish kerak bo'ladi. Misol uchun o'sha birinchi kurs talabalik davrini eslasak, birinchi kurs talabalari qishloqdan shaharga kelganda noqulay vaziyatlarga uchrab qoladi. Bu vaziyatlardan chiqish yo'llarini, o'sha zonadan chiqish yo'llarini o'zlarida qaysidir amaliyotda joriy qilishadi va bu noqulay vaziyatlarni yengib o'tishga harakat qilishadi. Intizom va izchillik maqsadga erishishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Qayerda intizom bo'lsa, u yerda izchillik va o'sha maqsadga erishish aniq bo'ladi. Intizom birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Oldingizga maqsad qo'ydingizmi? O'sha maqsad sari intilyapsizmi? Birinchi o'rinda tartib, intizom bilan yengishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi va o'sha maqsadingizga erishasiz. Farovonlik va yuksalish psixologiyasi shuni ta'kidlaydiki, insonning haqiqiy baxti ichida yaratiladi. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Lekin har bir kichik o'zgarish kelajakdagi katta farovonlikka zamin yaratadi. Odam o'zini tinglashni, ehtiyojlarini bilishi, sog'lom odatlarni shakllantirishi va o'ziga mehribon bo'lishi mehribon bo'lgan sari yanada yengillashadi, mazmunli bo'ladi va sifatli jihatlari o'sib boradi. Avvalambor inson o'zini hurmat qila olishi kerak, o'zini seva olishi kerak. Undagina keyin o'zgalarga vaqt ajratsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Farovonlikning turlari quyidagilar. Birinchidan, farovonlik, ruhiy farovonlik, tinchlik, barqarorlik, o'zini qabul qilish. Ko'ryapsizmi? Birinchi o'rinda farovonlikda o'sha odam o'zini ruhiy barqarorligini ta'minlay olish kerak. Ikkinchidan, jismoniy farovonlik, ya'ni sog'liq, energiya, faol hayot kechira olish kerak. Bu esa o'z navbatida o'sha sog'lom muhitni yarata olish kerak. Uchinchi o'rinda esa bu ijtimoiy farovonlik, ya'ni oila, do'stlar, jamiyat bilan sog'lom aloqalar o'rnata olish kerak. Inson ruhiy farovonlikka erishgan bo'lsa, jismoniy farovonlikka erishgan bo'lsa, ijtimoiy farovonlikka ham osongina erishadi. Chunki uni qiynaydigan muammolar yo'q bo'lgandan keyin oila, do'stlari bilan ham sog'lom aloqalar o'rnata oladi. Ma'naviy farovonlik, hayot ma'nosini anglash va qadriyatlarni bilish. Biz bilamizki, hayotning mazmunini bilgan odam ma'naviy qadriyatlar va milliy qadriyatlarga tayanadi. O'tmishdan bizga meros bo'lib keladigan o'sha qaysidir ma'nodagi urf-odatlar, qadriyatlar, milliy meroslarni e'zozlaydi va qadrlaydi. Yuksalishlashga olib boradigan odatlar quyidagilar. Kundalik rejani yuritish, har kuni kichik qadamlar qo'yish, kitob o'qish, yangi bilimlarni egallash, sog'lom odatlarni shakllantirish, uyqu, ovqatlanish, harakatlarni o'z joyiga qo'yish, o'z-o'zini tahlil qilish, salbiy fikrlarni ijobiy bilimlar bilan almashtirish, sog'lom muloqot va motivatsion insonlar bilan vaqt o'tkazish. Men ko'pincha aytamanki, insonlar salbiy energiya tarqatuvchilardan uzoqroq yurish kerak. Ijobiy energiya tarqatuvchilar bilan ko'proq muloqotda bo'lsangiz, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki baxt yuqumlidir. Insonga baxtlilar orasida yashasagina baxtliroq ko'rinadi, baxtli bo'ladi. Ko'proq shunaqa insonlar bilan suhbat jarayonida, yutuqlarga erishgan insonlar bilan ko'proq suhbat qilishingiz kerak yoshlar. Ana unda oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz aniq bo'ladi, dadil bo'ladi. Uning o'sha erishgan yutuqlar yo'lini bosib o'tishga siz ham harakat qilasiz. Harakat qilasiz. Bu sohada masalan o'sha yuksalish psixologiyasida ko'pincha ko'ramizki, darajaga erishgan odamlarni
o'ziga nima qilib olishadi, maqsad qilib olishadi, yo ideal insonga aylanishadi. Farovonlik va yuksalishning o'zaro bog'liqligi, farovonlik va yuksalish bir-birini to'ldiradi. Baxt va ruhiy jihatdan barqaror shaxs muvaffaqiyatga erishadi, ko'proq intiladi. Shu bilan birga yuksalishga intilish farovonlikni oshiradi. Chunki inson o'z maqsadlarini amalga oshirganda ichki qoniqish va ruhiy xotirjamlikka erishadi. Amaliy tavsiyalar esa, birinchisi bu kundalik minnatdor bo'lish, kichik yutuqlar va ijobiy voqealarni qadrlash farovonlikni oshiradi. Maqsadlarni rejalashtira olishi, kichik o'lchov bo'ladigan o'sha maqsadlarni, motivatsiyalarni kuchaytirish, sog'lom hayot tarzini shakllantirish, uyquni o'z vaqtida ovqatlanish, jismoniy faollik, ruhiy va jismoniy farovonlikni qo'llab-quvvatlash. To'rtinchisidan bu ijtimoiy aloqalarni yaqinlar bilan mustahkamlab, aloqalarni ruhiy salomatlik va farovonlikni oshiradi. Beshinchidan o'z-o'zini rivojlantirish, yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish bu yuksalish psixologiyasining eng oldiga qo'ygan maqsadlaridan biri hisoblanadi. Inson o'zini ustida bilim, malaka va ko'nikmalarni qay darajada ko'proq shakllantirsa, o'z ustida ishlasa, yangi marralarga erishishi osonroq bo'ladi. Yuksalish psixologiyasi insonning o'z qobiliyatlarini rivojlantirishi, maqsad sari intilishi va muvaffaqiyatga erishish jarayonlarini o'rganadi. Yuksalish motivatsiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unda ichki va tashqi motivlar mavjud. Ichki motiv bu shaxsning o'zini o'sishi, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash istagi bo'lsa, tashqi motiv esa mukofot, e'tirof yoki moliyaviy daromadga intilishi hisoblanadi. Yuksalish jarayonida shaxs o'zini ma'naviy va ruhiy o'sishini ta'minlaydi, yangi tajriba va ko'nikmalar hosil qiladi. O'zini qadrlash va ichki qoniqish darajasini qo'yish, qiyinchiliklarga chidamlilik, yangi bilim va tajribalarni qabul qilishga tayyorgarlik, o'z-o'zini motivatsiya qilish qobiliyati va o'zgalarga moslashuvchan muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'zini anglash jarayoni shaxs o'zini anglab borgan sari zaif va kuchli tomonlarini biladi. O'z harakatlarini boshqara oladi, to'g'ri maqsadlar qo'yadi, yuksalishga ongli ravishda qadam qo'ya oladi. Maqsad qo'yishning ahamiyati, maqsad qo'yganimizda aniq maqsad qo'ya olishimiz kerak. Erishishimiz mumkin bo'lgan maqsad qilishimiz kerak va to'g'ri maqsad qo'ya olishimiz kerak va maqsadimiz albatta muddatga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Erishmoqchi bo'lgan maqsadlarimiz relevanti bor bo'lishi kerak bo'ladi, o'lchanadigan darajada bo'lishi kerak bo'ladi. Biz o'shandagina maqsadlarni aniq amalga oshira olamiz va unga erisha olamiz. Siz o'sha abituriyentlik vaqtingizni eslang. Abituriyentlik vaqtingizdagi maqsadingiz aniq bo'lgan. Masalan, tayyorlov kursidan keyingi oliy ta'lim muassasasiga o'qishni maqsad qilib qo'ygansiz va u uchun sabr toqat ila tayyorlangansiz va bilim malakalaringizni oshirgansiz va maqsadingizga erishdingiz. Keyingi maqsadingizni ham aniq va ravon qilib qo'ysangiz, unga ham albatta erishasiz. Yuksalishga xalaqit beruvchi omillar. Bular o'sha qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik, salbiy odatlar, atrof muhitdagi bosimlar yuksalishga xalaqit beruvchi omillar hisoblanadi. Qo'rquv insonni oldiga qo'ygan maqsadlar oldida qo'rquvi, yo bo'lmasam o'ziga ishonchsizlik, men eplay olmayman, yo men qila olmayman degan so'zlarni ishlatdingizmi, demak bu yuksalishga to'siq bo'luvchi omil yaratgan hisoblanasiz. Har doim oldingizga qo'ygan maqsadda men uddalayman, men qila olaman va men bajara olaman degan xohish, istak turishi kerak va salbiy odatlardan voz kechishingiz kerak. Salbiy odatlarga bu o'sha dangasalik, bugungi ishni doim ertaga qoldirishlik odat qilib olgan insonlarda xos bo'ladi. Atrof muhitdagi bosim, masalan, rivojlanib keladigan insonga ijtimoiy muhitning qaysidir ma'noda ta'siri, uydagi o'sha nizolar, bosimlar ostida qolib ketish ham yuksalishga xalaqit beruvchi omillar qatoriga kiradi. Yuksalish usullari: hayot sifatini oshirish, o'rganish va yangi ko'nikmalarni minimalizm
tashqi muhitni tozalash, moliyaviy savodxonlikni, ish hayot balansini normallashtirish, o'z ustida ishlash strategiyalarining 1% qoidasi, har kuni kichik o'sish, o'zini tahlil qilishi, yutuqlarni qayd qilishi, maqsadlar bo'laklariga ajrata olishi hisoblanadi. Mavzu yuzasidan fikr mulohazalarimiz shulardan iborat edi. Agar mavzu bo'yicha qiziqtirgan savol va istaklaringiz bo'lsa, munosabatlaringiz bo'lsa, mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi kanallarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, sog', salomat bo'ling.